yeb qo'ydi. U men ikkinchi Perez deyman-da uni. Perezning prime payti hozir. 3 ta 4 ta narsa hozir PSG uchun ideal keldi va buni menimcha o'zi Luis Enrique kelgan paytda o'zini shtabi bilan Xelayfiga to'g'ri tushuntira olishgan. Chunki Xelayfi birinchidan yeb qo'ydi. U men ikkinchi Perez deyman-da uni. Perezning prime payti hozir. Mana Xelayfi bor. Chunki Perez ham yeb qo'ygan, bilasiz. O'sha boshida xuddi shunaqa Galaktikos qilib, keyingi kelganida Galaktikos qildi, lekin hali ko'zi to'ymagan futbolchilardan qildi. Motivatsiyasi bor. Ular qildi bar jahon futbolini o'sha berishdi-da. Bu ham o'zi o'yinda ketib, yana kelib o'tirmadi. Aqlli odam birovnikida tajriba orttiradi deydi-yu. Aqllilik qildi, ichda bo'ldi bu narsa, o'zida ham unda ham qarasa bo'lmadi. Va shunda Mbappeni ketqizishi bilan ketsa ketaversin degan menimcha aniq aytgan Enrique. Va bu yo'lga anaqani olib kelgan nima edi? Menyuni, taymingni hammasini to'g'ri qo'yganligi uchun